Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Toshkent markaziy temir yo'l vokzalidan Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdi Toshkent-Xiva yo'nalishida ilk bor qatnovni amalga oshirdi. Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasida ishlab chiqarilgan ushbu zamonaviy poyezdda yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Oddiy poyezdlar Toshkentdan Xivaga 14 soatda yetib borayotgan bo'lsa, yangi tezyurar poyezd buning uchun 7 soat 30 daqiqa vaqt sarflaydi va manzilga yetib borish vaqti qariyb 2 barobarga qisqaradi. Jaloliddin Manguberdi poyezdi Xiva temir yo'l vokzalida keng jamoatchilik vakillari ishtirokida tantana bilan kutib olindi. Muxbirimiz Saidakbar Mo'minov ham ushbu elektropoyezdda Xivaga bordi. Poytaxtdan Ko'hna Xiva tomon qatnay boshlagan Jaloliddin Manguberdi poyezdi birgina transport vositasi emas, balki sohadagi islohotlarning amaliy ifodasi. Janubiy Koreya bilan o'rnatilgan strategik hamkorlik natijasida olib kelingan va O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan ushbu elektropoyezd bugun mamlakatimizni mintaqaviy logistika markaziga aylantirish yo'lidagi muhim qadam. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida transport infratuzilmasi sohasidagi hamkorlik juda faol. Hamkorlik doirasida temir yo'l liniyasini modernizatsiya qilish loyihasi ham faol o'rganilmoqda. Umid qilamanki, Jaloliddin Manguberdi poyezdining qatnovi boshlanishi ortidan transport infratuzilmasi sohasidagi aloqalarimiz ham yanada faollashadi. Yo'l davomida ijodiy jamoamiz bilan birgalikda 7 vagondan iborat tarkib har qanday noqulay ob-havo sharoitida ham yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni kafolatlashiga guvoh bo'ldik. Oldinlari Urganchdan Toshkentga 14 soatda masofa yurilardi. Uzoqimizni yengil qilib 7 soat oralig'ida borish mumkin bo'lib qoldi. Kofelarni berib, choylarni berib, shuni dedi, hazzatib borayotirmiz. Safar juda qulay bo'ldi. Ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasini, xodimlarning xushmuomala ekanligini aytib o'tish joiz. Hali safarimiz oxiriga yetmadi, lekin poyezddagi sharoitlarni yuqori baholagan bo'lardim. Yaponiya va O'zbekiston poyezdlarida sharoit bir-biriga juda o'xshash ekan. Hamma joy ozoda, sovutgichlar esa uzluksiz ishlaydi. 389 nafar yo'lovchi uchun mo'ljallangan o'rindiqlar va aqlli monitoring tizimi. Eng asosiysi vaqt tejamkorligi. 1000 kilometrdan ortiq masofa endi salkam 2 barobar tezroq bosib o'tiladi. Soat millari ro'parasi 11 va poyezd Buxoro markaziy vokzaliga kelib to'xtadi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, mazkur poyezdning boshqa tezyurar transport vositalaridan yana bir katta farqi u changda va yuqori harorat ostida ham bemalol ishlashi mumkin. Bu esa unga hatto Buxoro cho'llarida ham yo'lovchilarni o'z manziliga yetkazish, ya'ni erkin harakatlanish imkonini beradi. Bu nafaqat yo'lovchilar, balki turizm sektori uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Kelgusida mazkur tajriba asosida Toshkent-Nukus yo'nalishida ham tezkor elektropoyezdlar qatnovini yo'lga qo'yish maqsad qilingan. Ikkinchi poyezdimiz Toshkentga yetib keldi va yaqin oylarda yana 4 ta poyezd keladi, umumiy 6 ta poyezd bo'ladi. Biz hozirgi kunda Misken-Nukus 196 kilometrdagi masofadagi yo'lni elektrlashtirish ishlarini amalga oshirmoqdamiz va kelajakda 2027-yilda Toshkent-Nukus Toshkent yo'nalishida ham rejalashtirmoqda. Mana hamyurtlarimiz bilan birga poyezdda Toshkentdan boshlab keldingiz va qanday baholaysiz poyezd sifati, xizmat ko'rsatilishi? Juda ham a'lo baholayman va shuni ayta olamanki, bu poyezdning qulaylik tomonlari o'rindiqlarni 360 gradusda aynala olishi. Ya'ni siz bironta joyga bormoqchi bo'lsangiz, biletingiz asosan teskari joyga, ya'ni teskari tomonga qarab, qarama-qarshi tomonga qarab o'tirishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu Jaloliddin Manguberdi poyezdida siz o'rindig'ingizni to'g'ri yo'nalish bo'ylab burib qo'yishingiz mumkin bo'lar ekan. Xiva safari endi masofa bilan emas, qulaylik va tezlik bilan o'lchanadi. Saidakbar Mo'minov, Bobur Yo'ldoshev, Abbosot Bosarov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Xorazmdan tayyorlandi.